badiiy adabiyotlar o'zi huquqshunosga nima beradi? Har kuni mana shu zinopoyadan chiqib tushasiz. Lekin shu zinopoyani nechtaligini bilasizmi? Nazariya boshqa, amaliyot boshqa deydi. Men bu fikrga qo'shilmayman. Yuridik adabiyotlarni ona tilimiz bo'lgan o'zbek tiliga tarjima qilish amaliyoti bormi? Inson yashab faoliyat ko'rsatdimi, demak u o'zidan asarlar qoldirishi kerak. Normativ huquqiy hujjatni to'g'ri sharhlay olgan yurist bu eng yaxshi yuristlardan biri hisoblanadi. Eng yaxshi huquqshunos qanday talablarga javob berish kerak? Aytingchi, universitet sizni nima qilgan ishlaringiz bilan faxrlanishi kerak? Assalomu alaykum. Efirda huquqshunos kundaligi ko'rsatuvi. Ko'rsatuvimizning bugungi mehmoni Toshkent davlat yuridik universiteti ommaviy huquq fakulteti dekani Shahzod Sadullayev. Ustoz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalo sizni huquqshunos kundaligida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat. Doimo kuzatib boramiz bu ko'rsatuvni. Juda yaxshi taassurotlar tug'diradi. Juda dolzarb masalalarni ko'tarasiz. Rahmat. Ustoz, demak, bugun siz bilan huquqshunos kadrlarni tayyorlashda adabiyotlarning roli haqida gaplashamiz. Keling suhbatimizni quyidagi savol bilan boshlasak-da. Huquqshunoslar uchun adabiyotlar, xususan badiiy adabiyotlar qanchalik muhim? Yanada konkretroq so'raganimda, badiiy adabiyotlar o'zi huquqshunosga nima beradi? Rahmat. Juda dolzarb bir kutilmagan masalani ko'tardingiz. Haqiqatan bu masala, adabiyotlar masalasi huquqshunoslar uchun o'ta muhim masala hisoblanadi. Chunki asosiy bilimlarni huquqshunoslar adabiyotlarni o'qib, uni o'rganib, demak, muayyan masalalarga yechim topadi. Endi siz aytayotgan masala badiiy adabiyotlar masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, huquqshunos bo'lish uchun bu qonun hujjatlarini o'qishni o'zi yetarlimi yoki badiiy adabiyotlarni ham o'qish kerakmi degan masalaga to'xtaladigan bo'lsangiz, endi asosiy masala huquqshunoslar uchun badiiy adabiyotlarning o'rni masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu badiiy adabiyotlar nafaqat huquqshunoslar uchun, shu bilan birga har bir shaxs uchun muhim. Endi huquqshunoslar uchun badiiy adabiyotlarni o'rniga to'xtaladigan bo'lsak, ular mana shu asarlarni o'qish orqali kundalik hayotda to'qnash kelishi mumkin bo'lgan muammolarni o'rganadi. Mana aytaylik, ko'plab detektiv asarlar bor. Men juda yoshligimda sevib o'qirdim. Artur Conan Doyle Sherlock Holmes sarguzashtlari degan asari juda bir o'quvchida qiziqish uyg'otadigan asarlar sirasiga kiradi. Buni ikki xil nuqtai nazardan o'qish mumkin. Oddiy inson sifatida yoki huquqshunos sifatida ham o'qisa, bu ko'p narsani mana shu asardan o'ziga kerakli joylarini olishi mumkin. Chunki ushbu asarda Artur Conan Doyle juda mohirona jarayonlarni yoritib beradi. Xususan mana asari boshlanishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, doktor Watson edi, mana asardagi qahramonlardan biri bilan suhbat jarayonida mana siz deydi, kuniga siz har kuni mana shu zinopoyadan chiqib tushasiz. Lekin shu zinopoyani nechtaligini bilasizmi deydi. Mana birinchi savolga qarang, berayotgan savoli. Bu yerda shu asar qahramoni o'ylanib, haqiqatan bir kunda qiladigan harakatlari shunchalik tabiiy holatga kirganki, e'tibordan chetda qoldirgan. Shu bilan birga asarda qahramonlarni tavsiflashda ham juda katta bir mohirona yondashadi. Uning tuzilishidan tortib kiyimigacha, uni yurishtirishigacha e'tiborni qaratganini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birga huquqshunos uchun yana bir muhim masala ushbu asarda induksiya va deduksiya metodlariga to'xtalib o'tadi-da. Qarangda, mana huquqshunos uchun muhim bo'lgan metodlar, umumiylikdan xususiylikka, xususiylikdan umumiylikka qarab borish yo'llarini o'rgatadigan asar hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan mana badiiy asarlarning o'rni, xususan detektiv asarlarning o'rni huquqshunoslar uchun beqiyos hisoblanadi. Uni oddiy inson sifatida o'qisangiz, uni jarayonlarga e'tibor qaratasiz. Huquqshunos sifatida o'qiydigan bo'lsangiz, u yerdagi holatlarga e'tibor qaratasiz-da. Mayda-mayda detallarni ko'rishni o'rganasiz. Shu nuqtai nazardan
badiiy adabiyotlarni ham huquqshunoslar o'qib turishi lozim hisoblanadi. Endi bugungi kunda mana o'zbek yozuvchilari ham detektiv borasida o'zini ko'plab asarlarini yoritib bormoqda. Xususan mana oxirgi yillarda juda keng ommalashgan Komil Sindorov asarlari, detektiv asarlari juda o'quvchilar tomonidan sevib o'qilyapti. Shu nuqtai nazardan mana o'zimizni milliy detektivshunoslik ham juda yuqori bir cho'qqiga chiqayotganligini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, mana bundan tashqari Tohir Malikning Shaytanat asarini ko'pchiligimiz sevib o'qiganmiz. Ushbu asarda ham mana shu nafaqat jarayonlar, shu bilan birga ko'plab bir huquqiy yechim beradigan masalalar bu yerda ko'tarilgan. Buni ham mana o'quvchilarimiz, ya'ni talabalarimiz o'qisa bir foydadan xoli bo'lmaydi. Yoki mana Fyodor Dostoyevskiyni Jinoyat va jazo asari, bu asarda ham mana ko'radigan bo'lsak, har bir qilingan harakat jazosiz qolmasligini ko'rishimiz mumkin hisoblanadi. Hozir siz bitta zo'r ish qildingiz-da. Ha, badiiy adabiyot o'qish kerak, bu foydali emas. Siz uni konkret detallarga cho'chib berdingiz-da. Aniq masalada. Chunki bugun yoshlarga tavsiya emas, shaxsiy namuna kerak. Ibrat kerak-da. Ustoz, mana siz hozir yuridik universitetida bitta katta fakulteti dekanisiz va bu universitetda minglab talabalar bugun tahsil olishyapti. Aytingchi, mana shu huquqshunos kadrlarni tayyorlashda o'quv adabiyotlardan boshqa yana qanaqa adabiyotlarni biz zarur adabiyotlar kategoriyasiga kiritishimiz mumkin bo'ladi? Da, to'g'ri aytdingiz. O'quv adabiyotlari ham juda zarur, lekin shu bilan birga mana huquqshunos bo'lish uchun bu o'quv adabiyotlarini o'qishning o'zi yetarli emas. Nima uchun yetarli emas? Chunki o'quv adabiyotlarida asosiy qoidalar, tushunchalar, yo'nalishlar berilgan. Shu bilan birga huquqshunos bo'lish uchun mana turli ilmiy asarlar bor. Monografiyalar bor, risolalar bor, maqolalar bor, ilmiy maqolalar. Ana shularni mana har tomonlama o'qib o'rganish kerak. Chunki mana bu masalaga to'xtalayotganim bejiz emas. Monografiya masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, ko'pchilik talabalarimiz men o'quv adabiyotini o'qisam yetarli, men shu bilan o'zimga yechim topaman degan masalani aytadi. Yo'q, bu monografiyalar bitta muammo bo'yicha, huquqiy muammo bo'yicha uni atroflicha har tomonlama muhokama qilinib, demak uni bir yechimini berishga qaratilgan asar hisoblanadi. Huquqiy masalalar hammasiga ham qonunchilikdan to'g'ridan-to'g'ri yechim topmaslik mumkin-da. Agar siz bilimingizni boyitib, mana shu monografiyalarni o'qib, mana shu risolalarni o'qib, ilmiy maqolalarni o'qib borsangiz, siz ertaga amaliyotda to'qnash keladigan muammongizni, demak, yechimini topishga mana shu bir xizmat qiladigan asosiy vosita hisoblanadi. Endi ko'pchilik aytadi, mana talabalarimiz yoki amaliyotga chiqqanlar aytadi, bu nazariya boshqa, amaliyot boshqa deydi. Men bu fikrga qo'shilmayman. Chunki o'zim ham mana amaliyotga chiqqan vaqtimda nimaga bu haqda gap ketar ekan deganda, ko'pchilik endi bu masalani muhokama qilganda amaliyotda inson omili bor. Nazariyada siz insondan hol ravishda o'rganasiz masalalarni. Amaliyotda inson omili bilan birga o'rganasiz. Lekin siz olgan nazariy bilimlaringizni amaliyotda qo'llaysiz. Sizga tashqaridan hech kim bilim bermaydi. Qonun hujjatlarida nima yozilgan bo'lsa, demak ana shuni amaliyotda qo'llashingizga to'g'ri keladi. Bu amaliyot boshqa, nazariya boshqa degan masalada, demak, o'zini bu masala nazariya boshqa, amaliyot boshqa degan masalaga, demak, har doim ham qo'shilib bo'lmaydi. Demak, bu masala nazariy bilimlarni yaxshi olsangiz, nazariy bilimlarni o'zlashtirsangiz, amaliyotda ana shuni qo'llaysiz. Zo'r. Ustoz, endi birmuncha dolzarroq savol bermoqchiman. Aytingchi, bugungi kunda o'zbek huquq jamiyatida qanaqa huquqiy masalalarda yuridik adabiyotlar taqchil yetishmaydi? Savol uchun rahmat. Dolzarb masalani ko'tardingiz. Haqiqatan mana yuridik adabiyotlar mana universitetimiz tomonidan ham juda katta
haqiqatdan dolzarb masalani ko'tardingiz. Yuridik adabiyotlar bugungi kunda universitetimiz tomonidan ham juda keng nashr qilib borilmoqda. Xususan mana birgina o'tgan o'quv yilining o'zida 49 ta darslik, 150 ga yaqin o'quv qo'llanmalar va qator monografiyalar chop etilgan. Lekin shu bilan birga huquqshunoslikning ayrim sohalarida bugungi kunda adabiyotlar tanqis bo'layotganligini ko'rishimiz mumkin. Xususan mana hozir e'tibor qaratayotgan bo'lsak, olimlar tomonidan ko'plab ko'tarib chiqilayotgan masala sun'iy intellekt masalasi. Mana sun'iy intellekt bilan bog'liq adabiyotlar bugungi kunda hali yetarli darajada tadqiq qilinib, yetarli darajada chop etildi deyish mumkin emas. Chunki mana ko'rayotgan bo'lsak, hayotimizga sun'iy intellekt texnologiyalari keng kirib kelyapti-da. Mana birgina shaxsni siymosini qo'yib, uni ovozi bilan u gapirmagan gaplarni gapirtirish mana masalasi, unga javobgarlik masalasi. Yoki aytaylik, mana ovozini mana o'zgartirib, mana muayyan bir yaqin qarindoshlariga uni ovozi bilan xabarlashish, uni ovozi orqali telefonda gaplashish masalalari yoki sun'iy intellekt orqali turli xil demak vositalarni yasash masalasi. Uni huquqiy tartibga solish bilan bog'liq adabiyotlar bugungi kunda demak yetishmayapti desak bo'lmaydi. Buni yetishmayotgan sababi ham bor. Chunki bu sohada hali tadqiq qilinadigan, o'rganiladigan masalalar keng. Uni eng avvalo bir huquqiy bazasini yaratib olishimiz kerak. Eng avvalo sun'iy intellekt bilan bog'liq masalalarni nazariyasini, uni ishlash mexanizmlarini ochib berishimiz kerak va uni huquqiy asoslarini rivojlantirishimiz kerak. Mana shunda demak yetarli darajada adabiyot yaratib, yetarli darajada huquqiy tartibga solish masalalarini ko'tarishimiz mumkin bo'ladi. Kuni kecha davlatimiz rahbari Qonunchilik palatasida ham ayni shu sun'iy intellekt masalasiga bag'ishlangan qonunni tezlashtirish vazifasini qo'ydilar. Menimcha mana shu vaqt ham yetib keldi, chunki Yevropa mamlakatlarida sun'iy intellekt bo'yicha qonun hujjatlari kuchga kiryapti. Biz ham bunaqa zamonaviy tendensiyalardan fikrimcha orqada qolmasligimiz kerak. Ustoz, hozir mana sun'iy intellekt va uni huquqiy masalalariga oid yuridik adabiyotlar taqchil dedingiz va boshqa ehtimol ayrim huquq tarmoqlaridagi yana qanaqadir mavzular bo'yicha huquqiy adabiyotlar yetishmasligi bordir. Ana shulardan kelib chiqqan holda ana shu masalalar mana ehtimol xorijiy mamlakatlarda, ilg'or xorijiy mamlakatlarda yuridik adabiyot ko'rinishida yaratilgandir. Men shu bo'yicha savol bermoqchiman. Yuridik adabiyotlarni ona tilimiz bo'lgan o'zbek tiliga tarjima qilish amaliyoti bormi? Savol uchun rahmat. Endi biz masalaga huquqiy nuqtai nazardan yondashamiz-da har doim. Mana tarjima masalasini bir tomondan olsangiz, tarjima qilish mumkin. Lekin huquqshunos sifatida uni mualliflik huquqi nima bo'ladi degan masala har doim o'ylantiradi-da. Chunki muayyan bir asarni olib to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish mumkin emas. Chunki asari muallifi bor. Uni asarga bo'lgan huquqi bor. Shu nuqtai nazardan muayyan bir asarni olib tarjima qilishdan oldin muallif bilan kelishib, demak xorijiy mamlakatda muallif bilan kelishib, ana shu muallifning roziligidan so'ng tarjima qilishi mumkin. Endi haqiqatan mana bugungi kunda bu borada ishlar amalga oshirilmoqda. Xorijiy vatandoshimiz Alisher Umriddinov tomonidan bir qancha asarlar tarjima qilindi. Huquq faniga kirish, mana yapon tilidan huquq faniga kirish asari juda o'quvchilarimiz tomonidan qiziqish bilan o'qilayotgan bir asarlardan bittasi. Yoki yana bitta asarimiz tarjima qilindi. Yana shu Alisher Umriddinov, Akbar Tojiboyev, mana o'zimizning o'qituvchilar tomonidan. Demak, bu kontinental huquq an'analari degan asar mana juda bu ham qiziqish uyg'otadigan asarlardan. Shu bilan birga mana mehnat huquq sohasida ham mehnat huquqi mana xorijiy adabiyot sifatida tarjima qilindi. Shu bilan birga mana muayyan huquq sohalari bo'yicha asarlarni tarjima qilish ishlari davom etib bormoqda. Rahmat. Shunaqa huquqshunoslar bor. Qonunlarni bilsam bo'ldi degan ba'zi stereotiplarni kuzatib turamiz-da. Mana o'zingiz shu ta'lim sohasining vakilisiz. Aytingchi, huquqshunos uchun faqat qonunning o'zi yetarlimi yoki boshqa yana qanaqa instrumentlar huquqshunos uchun
qonundan boshqa qanaqa yana instrumentlar foydali bo'lishi mumkin? To'g'ri, huquqshunos uchun qonunlarni bilish muhim. Lekin shu bilan birga uni mana amaliyotda turli xil muammolar vujudga keladi-da. Uni yechimini topish uchun siz birgina qonunni o'qib uni yechimini topa olmaysiz. Buning uchun siz mana shu sohadagi adabiyotlarni o'qishingiz kerak. Yuqorida bekor ta'kidlamadim, mana monografiyalar bor, risolalar bor, ilmiy maqolalar bor. Shu bilan birga mana shu yerga bitta qo'shimcha bo'ladi. Qonunlar yuzasidan, ayrim qonunlar yuzasidan sharhlar bor. Mana Fuqarolik kodeksiga sharh, Jinoyat kodeksiga sharh. Endi mana Konstitutsiyaga sharh, ilgari nimada chop etilgan adabiyotlarimiz bor. Demak, mana shu sharhlarni ham o'qish kerak. Chunki berilgan adabiyotlarda ana shu ko'rsatilgan normani atroflicha ochib berishga xizmat qiladi-da. Amaliyotda kelgan muammoni, demak, qonunning normasini o'qish bilan hal qilish murakkab vaziyatda. Siz demak asarlarni o'qisangiz, mana birgina o'quv adabiyotlarini o'qisangiz ham, demak ko'p masalaga yechim topishingiz mumkin. Shuning uchun qonunni o'zini o'qib masalani hal qilaman yoki qonunni o'zini orqali amaliyotda vujudga kelgan muammolarni hal qilaman desa, demak talaba ko'plab bir qiyinchiliklarga uchrashi mumkin. Ustoz, ko'rsatuvimizning yana bir turkuni bor. Ya'ni ko'rsatuvni har bir mehmoni o'zidan keyingi ko'rsatuv mehmoniga savol qoldiradi. Bizning huquqshunos kundaligi ko'rsatuvining avvalgi sonida kiber huquqi kafedrasi mudiri Said Gulyamov mehmon bo'lganlar va endi ushbu ko'rsatuvda sizni mehmon bo'lishingizni bilmay, ya'ni mehmonimizning kimligi noma'lumlikcha, ya'ni anonim savol qoldirilgan Said Gulyamov tomonidan. Mana keyingi mehmon aytingchi, siz universitetda o'sha vaqti kelsa o'sha yoshingiz 100 ga chiqadi. Umuman aytaylik, undan ko'proq umr ko'rsangiz ham, misol uchun mana siz 100 ga kirasiz. Umuman universitet tarixida qaysidir muayyan bir faoliyat bilan qolasiz. O'shanda aytingchi, universitet sizni nima qilgan ishlaringiz bilan faxrlanishi kerak? Nima ishlar bilan universitet sizni yelkasiga ko'tarishi kerak degan mazmunda savol qoldirganlar. Savol uchun rahmat. Albatta mana juda qiziqarli savol. Ta'lim dargohiga kelganimizda juda ko'plab ustozlardan bilim olganmiz, bizga yo'l yo'riqlar ko'rsatilgan. Shunday ustoz olimlardan biri Zayniddin Muhiddinov Islomov, yuridik fanlar doktori, professori, Mahmud Kamoliddinov Najimov, mana ustozimiz, professori. Haqiqatan ularni juda ularning muhim gaplari bor edi. Inson yashab faoliyat ko'rsatdimi, demak u o'zidan asarlar qoldirishi kerak. Asarlari demak kelajak avlodga xizmat qilsinki, ular orqali muayyan bir masalalarga yechim topsin. Mana shu kunning, kerak bo'lsa kelajakning dolzarb masalalarini ko'tarilgan asarlar qoldirish kerak degan fikrni bildirardi. Demak, yuqoridagi savolga javob sifatida mana shu universitetda ishlab faoliyat ko'rsatgandan keyin, demak, yosh avlodga bir muhim bir asarlarni qoldirish eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Siz uchun demak asar yozish bir prioritet. Mana men xabarim bor, Davlat huquq nazariyasi degan bir kitobingiz bor. O'sha kitobingiz adashmasam birinchi marta nashr qilingan va qancha nafaqat yuridik universitet talabalari, balki men o'zim eshitganman, guvoh bo'lganman, boshqa oliygoh talabalari o'sha kitobni qo'lga olib o'qishgan. Mana o'zingiz asar haqida gap ochdingiz-da, yana qanaqa asarlar yozyapsiz? Yoki yozdingiz? Davlat huquq nazariyasidan boshqa. Savol uchun rahmat. Haqiqatan mana muayyan bir darslik yaratish bu juda ko'p mashaqqatli mehnatni talab qiladigan jarayon hisoblanadi. Davlat huquq nazariyasi darsligini yozgunga qadar ham uni muayyan bir mavzulardan boshlab bu jarayonga kelganmiz. Dastlab mana davlat funksiyalari degan bir mo'jazgan kichkina kitob chiqarganmiz ustozimiz Mahmud Najimov bilan birgalikda. Mana shu dastlabki eng birinchi o'quv qo'llanma sifatida bizni eng birinchi kitobimiz sifatida ko'rsatilgan bo'lsa, keyinchalik mana qonunchilik texnikasi degan fan bo'yicha o'quv qo'llanma yozdik, darslik yozdik
Undan keyin mana davlat huquq nazariyasi bo'yicha o'quv qo'llanma yozdik. Mana Nurmat aka Sobur bilan birgalikda, keyinchalik Mahmud aka Najim bilan birga. Keyinchalik mana shu asarlarni, keyinchalik mana shu kitoblarni demak to'ldirib, ulardagi mavzularni yanada boyitib, demak darslikka aylantirdik. Endi ko'plab demak davlat huquq nazariyasiga oid muayyan bir masalalar yuzasidan o'quv qo'llanmalar, monografiyalar, monografiyalar tayyorlaganman. Xususan mana shu davlat huquq nazariyasining ayrim yo'nalish bo'yicha huquqni sharhlash masalasi bo'yicha. Chunki sharhlash bu yurist uchun eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. Normativ huquqiy hujjatni to'g'ri sharhlay olgan yurist bu eng yaxshi yuristlardan biri hisoblanadi. Agar uni mazmunini tushunib, mazmunni atroflicha talqin qila olmasa, atroflicha sharhlay olmasa, demak amaliyotda ham muayyan masalani yechishda qiynaladi. Shuning uchun mana huquqni sharhlash bo'yicha mana kitob yozganmiz. Shu bilan birga huquq ijodkorligi bo'yicha mana qiziqishim yo'nalishlardan biri ham huquq ijodkorligi, norma ijodkorligi masalalari hisoblanadi. Shuning uchun mana huquq ijodkorligi bo'yicha. Shu bilan birga men tadqiq qiladigan, qiziqib o'rganiladigan masalalar doirasi bu norma ijodkorligi jarayoni hisoblanadi. Shuning uchun mana norma ijodkorligi bilan bog'liq asarlar yaratishga ham qo'l urganmiz. Hozirgi kunda mana shu bo'yicha tadqiqot faoliyatini olib boryapmiz. So'z ko'rsatuvimizda an'anasini davom ettiramiz. Endi siz ham huquqshunos kundaligi ko'rsatuvining keyingi mehmoni uchun savol qoldirsangiz. Rahmat, tushunarli. Haqiqatan mana hozir bizga ham savol berdingiz. Keyingi bir ishtirokchiga savol qoldiradigan bo'lsak, mana muhim masalalardan biri eng yaxshi huquqshunos bo'lishda. Eng yaxshi huquqshunos qanday talablarga javob berish kerak? Mana shu savol Ko'rsatuvning keyingi mehmoniga bo'ladi. Mana shu savol ko'rsatuvning keyingi mehmoni uchun. Rahmat. So'z efir nihoyasida bizni kuzatib turgan kuzatuvchilarimiz bor. Xususan, universitet talabalari bor. Ularga bildiradigan tilak va tavsiyalaringiz bo'lsa marhamat. Rahmat. Haqiqatan mana talabalarga, kuzatuvchilarga shunday fikr bildiramanki, bu eng yaxshi yurist dunyoni o'zgartirishga qodir edi. Shuning uchun mana yurist bo'lishi o'z oldiga qo'ygan talabalarimiz, fuqarolarimiz mana shu sohani professional tarzda egallash kerak. Agar siz bir o'rtamiyona yurist bo'laman yoki mana shu yuridik universitetda o'qib chiqsam bo'ldi, yuridik ta'lim olsam bo'ldi desangiz adashasiz. Yaxshi yurist bo'lmoqchimisiz? Demak, kasbingizni professionalga aylaning. Har tomonlama demak masalalarni chuqur o'rganishga harakat qiling. Agar siz mana nima uchun biz yaxshi vrach qayerda bor ekan deb qidiramiz yoki yaxshi yurist qayerda bor ekan deb qidiramiz. Yaxshi advokat qayerda bor ekan deb qidirishadi, to'g'rimi? To'g'ri. Yaxshi bo'lish uchun bilimlarni har tomonlama o'zlashtirish kerak. O'z ustida tinmay ishlash kerak. Mana shu nuqtai nazardan agar yurist bo'lishni xohlasangiz, bir o'rtamiyona yurist bo'lishni hech qachon orzu qilmang. Eng yaxshi yurist bo'laman, demak, kerak bo'lsa dunyoni o'zgartirishga qodir bo'lishim kerak. Shuning uchun bilimlarni professional o'zlashtirishim kerak degan maqsaddan yurish maqsadga muvofiq. Ko'rsatuvdagi ishtirok va bildirib o'tilgan fikr-mulohazalar uchun yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Siz aziz kuzatuvchilarimiz bilan ko'rsatuvimizni keyingi sonlarda ko'rishguncha deya xayrlashib qolamiz. Sog' salomat bo'linglar.